Barchaga xayrli kun jigarlar. Hammalaringni bugungi Free Fire yangiliklari videosida ko'rib turganimdan xursandman. O'zi odatda bilasizlar 2-3 kunga bir video qo'yardim, lekin oxirgi paytda kam video chiqardim. Buni o'zining sababi bor, chunki men rosa siqilib qoldim. Ya bolalar, gap sevgi muhabbatda emas, gap meni 1 yil davomida bir dona ham nakrutkasiz, hypesiz, biron kimga bir vizib tashlamay, so'kinmay, mehnat qilib ko'targan Instagram akkauntim bloklanib ketdi butunlayga. 17,5 mingta jonli, hammasi bir dona ham nakrutka qilinmagan toza akkaunt edi. Prosta mana bot deb o'ylabdi, shuning uchun akkauntimni bloklab tashlashdi. Lekin men xafa emasman, bunda ham bir hikmat bo'lsa kerak. Hech narsa bu dunyoda yomonlikka bo'lmaydi-ku, to'g'rimi bolalar? Men umid qilamanki, bundan ham kattaroq natijalarga erishamiz. Va agarda siz videoni ko'rib turib, navoda meni yana bir Instagram akkauntimga qiziqib qolsalaring, men yangi Instagram akkaunt ochganman, Kingfire Top degan. Kirib podpisatsiya qilib qo'ysalaring, qiziqarli videolar qo'yib boraman. Shunday qilib, men sizlarga bugungi videoda dardimni aytib o'tirish niyatim yo'q. Bu video Free Fire yangiliklari haqida yaxshilab joylashib oling. Biz bugungi videoni boshladik bolalar. Va nihoyat Free Fire cheaterlarni yo'qotishga seryozni qaradi. Oxirgi payt Free Fire cheaterlarni yo'qotish tadbirlarini o'tkazmoqda va cheaterlarni butunlay o'yindan olib tashlashga harakat qilyapti. Chunki oxirgi payt sezgan bo'lsangiz kerak, polni o'yinda cheaterlar bosib ketdi, umuman bir o'ynab bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Sizning skillingiz zo'r bo'lsa ham, kimdir qayerdandir cheat o'rnatib oladi-yu, sizni bir kayfiyatingizni buzib, sizni reytingingizni minus ko'p qilib tashlaydi. Keyingi yangiligimiz Zolotoy jackpot va Orужейный jackpot o'rniga keladigan Zolotoy Sixrona jackpotining prizlari ma'lum bo'ldi. Zolotoy Sixrona jackpotining kuponi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi va meni fikrimcha bu Zolotoy jackpotining kuponidan farq qilmaydi. Keyin kurs aynan mana shu ko'rinishda bo'ladi, ya'ni 1 Zolotoy jackpot kuponi 1 Zolotoy Sixrona jackpotiga teng bo'ladi. Bepul narsalarga keladigan bo'lsak, asosiy bepul narsalar siz ekraningizda ko'rib turgan mana bu nabor bo'ladi. Keyin esa ikkinchi asosiy sovg'a bu mana bu ekraningizda ko'rib turgan Groza uchun skin. Endi bularda men zo'r deya olmayman, lekin bepul-ku endi olib qo'ygan yaxshi baribir. To'g'ri-da, bepulga Garenadan bir yaxshiroq priz kutish mumkinmi? To'g'rimi bolalar? Demak, keyin internetda tarqagan bir fake yangilikka izoh berib o'tib ketmoqchiman. In va yan naborlari qaytadi deb ko'pchilik aytayapti ekan. Hech qanaqasiga in va yan naborlari hali beri SNG regionga qaytmaydi. Keyingi yangilik, kuladigan emotsiya, ya'ni emoji lol ham qaytar emish, uni bepulga berilarmish. Bu ham yolg'on xabar, hech qanaqasiga SNG regioniga u emotsiya hattoki magazinga ham qaytmaydi. Sizga bir do'stona maslahat beraymi? Yaxshisi Kingfire kanalini kuzating. Bu kanalda hech qachon yolg'on ma'lumot bo'lmaydi. Doim aniqlik bilan ish ko'riladi. Obuna bo'lib qo'ying. Kelasi yangilanishda Blue Lock bilan kollaboratsiya bo'lishini aytdim va buni eshitgandan keyin ko'pchilik obunachilarim yangilanishdan keyin sirazi Blue Lock bilan kollaboratsiya boshlanib ketadi deb o'ylabdi, lekin bunday bo'lmaydi. Yangilanishdan keyin sirazi Free Fire 9 yoshga to'lgan munosabat bilan tadbir o'tkaziladi va u tadbirda hozircha bizga ma'lum bo'lgan narsa, ekraningizda ko'rib turgan nabor bepulga beriladi va nihoyat mo'jizki nabor bepulga beriladi bolalar. Keyin esa Blue Lock bilan kollaboratsiya boshlanadi. Blue Lock bilan kollaboratsiyada bepul nabor berilmaydi, lekin bepul sumka uchun skin, mototsikl uchun skin, mana shunaqa mayda-chuyda narsalar beriladi. Qisqasi, kelasi yangilanishda ko'p narsalar o'zgarar ekan va men buni to'liq obzorini o'tgan videomda, ya'ni Free Fire Advanced Server obzori videosida ko'rsatib o'tganman. Bemalol o'tgan videoni agar vaqtinglar ko'p bo'lsa kirib ko'rishlaring mumkin. Biz esa keyingi yangilikka o'tamiz. In va yan nabori qaytmaydi dedim va siz bundan xafa bo'lganingiz aniq. Endi tayyor turing, sizni xursand qilaman. Yoki-da agar old o'yinchi bo'lsangiz, sizni xafa qilaman. Qizil oy nabori, ya'ni o'sha oldovski qizil oy nabori endi oq ko'rinishda qaytar ekan. Bilmadim, endi bu juda ko'pchilik oldlarga umuman yoqmadi, lekin albatta o'zingizning fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Lekin menga ham yoqmadi. Mendan juda ko'pchilik Tiny magazin haqida so'radi va men sizlar uchun aynan o'sha Tiny magazin qachon kelishini topdim. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu Tiny magazin emas, bu buyumlarni chegirma bilan sotib oling degan magazin ekan va bunda buyumlarga chegirma qo'yib qo'yar ekan. Siz bemalol arzonroqqa sotib olishingiz mumkin. Taxminiy prizlar aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi.
va bu magazinda chiqib kelish sanasi hozircha taxmin, lekin aniq sanasini tez kunda aytaman. Taxminan 15 yoki 16 iyunda chiqishi kutilmoqda. Если что, agarda siz akkauntingizga qayerdan almas sotib olishni bilmasangiz, men sizga Zufarmax almas servisini tavsiya qilaman. Zufarmax almas servisi bilan bog'lanish uchun esa mening Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Yoki-da lichkasini ekraningizda ko'rib turibsiz. Almaslaringizni esa yig'ib qo'yganingiz yaxshi, chunki tez kunda animatsiya va dabit qiladigan emotsiya ham keladi. 11-iyun sanasidan mana shunaqa ko'rinishdagi animatsiya keladi. Animatsiya menga shaxsan yoqdi. Keyin esa 15-iyun sanasidan mana bunday ko'rinishdagi dabit qiladigan emotsiya keladi. Ikkala jackpot ham Колесо Fortuna jackpotida keladi va bularni tushirib olish uchun maksimalni 1,5 mingta almaz yig'ib qo'yishingiz kerak. Endi esa iyul, avgust va sentyabr oylarining boyaq propusklarini obzor qilib chiqamiz va undan oldin sizlarda Shahzod akani gaplari bor ekan. Yarim yalang'och qizlarga o'tib like bosasan. Bunga like bosmaysan, ha? Qisqasi birotta gaplarni eshitdilaring, albatta like va obuna bosib qo'yinglar, jigarlar. Demak, biz obzorda boshladik. Birinchi bo'lib iyul oyining boyaq propuskini ko'rib o'tamiz bolalar. Iyul oyining boyaq propuski juda ko'pchilikka yoqdi, chunki unda mana bunaqa ko'rinishdagi bo'rili nabor bo'ladi bolalar. Iyul oyining boyaq propuskida 30-levelga yetgandan keyin mana shunaqa ko'rinishdagi granat olishimiz mumkin va 40-levelga borgandan keyin mana bunaqa ko'rinishdagi Skyjet, 50-levelda оружие uchun skin olishimiz mumkin. Eslatib o'taman, bu narsalarni boyaq propusti premiumini sotib olganingizdan keyin olishingiz mumkin. Va 70-levelda mana shunaqa ko'rinishdagi sumka olishingiz mumkin. Hali bu narsalarni yaqindan ko'rib bo'lmaydi, to'g'ri tushunasizlar. 80-levelda loot va 90-levelda emotsiya olishimiz mumkin bolalar. Bularni ham hali yaqindan ko'rib bo'lmaydi, chunki hali yangilanish kelmadi. Yangilanish kelgandan keyin bularni yaqindan ko'rish mumkin. Lekin mujski nabor menga yoqdi. Menga emas, juda ko'p obunachilarimga ham yoqdi. Avgust oyining boyaq propuski rang-barang, lekin ko'pchilik obunachilarimning nazarida bachkana boyaq propuska ekan. Prizlari unchalik yaxshi emas. Ko'rib turibsizki, 30-levelda granata olish mumkin va keyin 40-levelda mana bunaqa ko'rinishdagi loot olish mumkin ekan. Loot ham yomon. 50-levelda yangi qo'shilgan оружие uchun skin, 70-levelda sumka olish mumkin, 80-levelda bita uchun skin va 90-levelda emotsiya emas, bunda stenka uchun skin beriladi. Stenka uchun skin 50 yomon ham emas, yaxshi ham emas va 100-levelda mujski nabor. Mujski nabor esa ko'pchilik obunachilarimga yoqmadi. Albatta o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sentyabr oyining boyaq propuski avgust oyinikidan ko'ra ancha yaxshiroq, chunki unda kostyum shimli nabor va jenski nabori ham ancha yaxshi. 30-levelda beriladigan оружие uchun skin esa ancha zo'r, chunki u neobычныйda. 90-levelda bunda emotsiya beriladi. Emotsiyasi ham yomonga o'xshamayapti uzoqdan qaraganda, lekin yaqinroqdan ko'rinishi chiqsa albatta obzor qilamiz. Aynan shu fursatda sizlar uchun tayyorlangan Free Fire yangiliklari videosi nihoyasiga yetdi. Albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va video haqidagi fikringizni, videoda sizga yoqmay qolgan xatolarni kommentariyaga yozib qoldiring. Biz unday xatolarni kelasi videolarda qilmaslikka harakat qilamiz. Va agarda imkoningiz bo'lsa, agarda vaqtingiz bo'lsa, videoni silkasini kopirovat qilib oling va Free Fire do'stlaringga albatta videoni yuborib qo'ying. Ular ham videoni ko'rsin, bu bizni kanalimiz rivojlanishi uchun sizdan yordam bo'ladi. Demak, siz King Fire kanalida bo'ldingiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.